Ba'zi futbolchilarni kuboklar bilan birga eslashadi, ba'zilarini esa ularning jasorati bilan. Gilermo Ochoa ana shunday futbolchilardan biri. 2004-yilda Amerika safida debyut qilgan oddiy bir yigit yillar o'tib Meksika futbolining ramziga aylandi. 2006-yilda jahon chempionatiga bordi, ammo bir daqiqa ham maydonga tushmadi. Shunchaki kutdi, mehnat qildi, taslim bo'lmadi. 2007-yilga kelib u shunchalik kuchli o'ynagandiki, Oltin to'p mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan birinchi meksikalik futbolchi bo'ldi. 2010-yilda ham mundialni zaxira darvozaboni sifatida yakunladi. O'sha paytda ko'pchilik uning jahon chempionatidagi vaqti hech qachon kelmaydi deb o'ylardi. 2014-yil Braziliya mundialida esa butun dunyo uning kimligini tanidi. Mezbonlar qayta hujum qildi. Neymar zarba berdi, ammo darvoza oldida devor turardi. 2018-yilda amaldagi jahon chempioni Germaniyaga qarshi yana mo'jiza yaratdi. 2022-yilda esa odamlar uni qarib qolgan deyishganida u Lewandowskining penaltisini qaytardi. 2026-yilda esa u tarixga yana bir bor nomini yozdi. 6-jahon chempionatida ishtirok etib, Messi va Ronaldo bilan bir qatorda futbol tarixidagi eng noyob rekordlardan biriga erishdi. Bugun esa futbol yana bir buyuk darvozabon bilan xayrlashdi. Rahmat Gilermo Ochoa.